Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Kontent mahsuloti yasalangan kapalak va profillar haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizni yo'qotib qo'ymash uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Unda biz boshladik. Mana bu yerda xudo xolasa optim holatda yasab chiqarish qo'yibdi. Kimga qiziq bo'lsa albatta telefonga aloqa chiqib olasizlar. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Sog'ligingizdami? Profillarimiz haqida bir ma'lumot berib o'tib olasiz. Bu profilimiz nechilik? 10lik S. 10lik S deyiladi. Bo'yin uzunligi necha aka? 230. 230. Bir donasi necha puldan sotilyapti shunda? 27 ming so'mdan sotilyapti ekan. Xudo xolasa bunda turli xil maqsadlar uchun bemalol foydalansangiz bo'laveradi. Holati zo'r. Xo'sh, bu kapalak ekan, adashmasam, bu nechilikdan chiqqan? 10lik. Narxi bir xil ekan. 10lik, bo'yi 230 bo'ladi. Stenasi nechilik aka? Stenasi 2lik ekan, bir donasi 27 ming so'm sotilyapti ekan. Mana bu ko'rinishdagi profillarimiz sotuvda bor. Bu 8lik. Bu 8lik bo'yi-chi? 230. Bo'yi 230, pashi bir xil bo'lar ekan, hammasini bo'yi, ha? Bo'yi bir xil bo'ladi. Bir donasi necha puldan sotilyapti? Bu 22 ming so'mdan sotilyapti. 22 ming so'mdan sotilyapti. Xudo xolasa o'qitib so'ramoqchi bo'lgan insonlar uchun yo'lda qilinadi. Aha. Bu 7lik. Mana profilimiz 7lik ekan, ko'rishingiz mumkin. Bo'yin uzunligi 230, adashmasam bir donasi 19 ming so'mdan chiqaveradi. Bir donasi 19 ming so'mdan berishyapti ekan. Bemalol tiplislar uchun foydalansangiz bo'laveradi. Mana bu ko'rishda latoglar ham chiqarib bera olishar ekan. Bu latogimiz necha razmerdagi? 40. 40 rasotdan chiqqan, 10 bukilgan. 46 ming so'mdan. Demak 1 metr 46 ming so'mdan tayyorlab berishyapti ekan. Tom listdan ekan. Tom listi bilasizlar, baquvvat bo'ladi. Mana bu ko'rishda ham tayyorlab bera olasizlar ekan. Bu necha puldan bu metri? Bu mikro bir xil narsadan chiqqan, bu ham 40. Demak 3 xil ko'rinishdagi latoglarimiz sotuvda bor ekan. Narxi o'sha 40 ming so'mdan 3 ham, 46 ming so'mdan qilib berishar ekan. Bemalol o'sha tiplisda qilayotgan insonlar uchun va bitta variant bemalol foydalansangiz bo'laveradi. 6 ara rishton dasturga beraveradi. Ana sizlarga bonus 6 ara rishton, xudo xolasa viloyatimiz bo'ylab dastavkasi besplatniy ekan. Xo'sh, mana bu ko'rinishdagi profillarimiz ham adashmasam haligi ham bir xil ekan, ha? Aha. Bo'ldi. Bu yerda esa xudo xolasa ishlab chiqarishyapti. Mana gip, qaychi. Xolasizlar, mana bu ko'rinishda ham sizlarga behijot tayyorlab beradi. Kimgadir kerak bo'lsa. Ulug'bek aka, razmer bo'yicha sizlar yasab beraverasizlar, ha? Necha razmer desa 40 chiqarib bera oladi. Xudo xolasa, mana bu ko'rinishda necha razmer kerak bo'lsa, telefon qilsangizlar bemalol yasab berishaveradi. Pulini kelishigan holda. Xudo xolasa mana bu yerda mishalkasi ham sotuvda bor ekan. Eri va mana bu ko'rinishda karitalar ham sotuvda bor ekan. Bemalol telefonga aloqa chiqib olasizlar. Aka, bu aravamiz bir donasi necha puldan sotilyapti? 410 ming so'mdan. Karitamiz-chi? Karitamiz 550 ming so'm. 550 ming so'mdan sotilyapti. Bu mishalkalarimiz 3 million 700 ming so'mdan sotilayotgan. Qolgan ma'lumotni albatta bizni ko'rib turgan tomoshabinlar ko'pchiligi biladi. Qolgan ma'lumotni Ulug'bek akaga telefon qilib olaverasizlar. Xudo xolasa bu Farg'ona viloyati bo'ylab dastavkasi besplatniy. Qolgan viloyatda albatta kelishgan holda o'zlari yetkazib beradi. Qiziqqanlar bemalol telefon qilib aloqa chiqib olasizlar. Kanalimizda ba'zi bir xato kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak, hammadan uzr so'rab qolamiz. Kanalimizni yo'qotib qo'ymash uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Hammaga rahmat.